U ham odam, u ham yig'laydi. Kimdir urib chiqaradi, menga o'xshagina kuchi yo'qlar yig'lab chiqaradi. Iloji bo'lsa yig'lamaydi. Erkak bo'lsa. Bir erkak kishi ancha yig'lasa kerak, normal. G'ururi bor albatta endi bunga nisbatan. Men ham ba'zida yig'lab turaman. Haftada 2 marta yig'layman. Erkak kishi yig'lashi normalmi? Har bir erkak kishi ancha yig'lasa kerak, normal. Chunki uni yig'lashini hech kim ko'rmaydi, o'zidan boshqa, Allohdan boshqa hech kim ko'rmaydi. Lekin normal narsa. Chunki u ham inson, u ham bir Alloh bandasi. Normal narsa. Yig'lamasa menimcha qayerga boradi? Portlash kerak-ku yuragi buni. Iloji bo'lsa yig'lamaydi. Iloji bo'lsa ichimdan. Ichidan. Iloji bo'lsa yig'lamaydi. Erkak bo'lsa. Sabrli bo'lish kerak, sabrli. Конечно, нормал, потому что biz hammamiz odammiz и ichki dunyoda barbirim ushab ketadi. Но bu stereotip, то, что erkaklar yig'lamasligi kerak. Но men o'ylaymanki, o'zini vaqti, o'zini joyi bo'ladi. Hammani ko'rsatolmaydi, to'g'risi. Но, допустим, o'zi ish o'rayotgan odamga yig'lasa bo'ladi. Это чаще именно o'sha qachon o'ylansa, именно xotiniga ko'rsatadigan bir qiladi, xotiniga ko'rsatolmaydi. Самый, наверное, bunaqa to'g'ri kelayotgan erkak uchun, чтобы o'zini нормально his qilgani, это yolg'iz bo'lsa, o'sha paytda yig'lasa bo'ladi. Но yig'lash kerak обязательно, chunki ichida qolib ketsa, keyin psixologический tarafdan yomon ta'sir bo'ladi. Erkaklar yig'lamaydi. Erkak kishi yig'lamaslik kerak aslida. Lekin baribir inson, u ham yig'lashi mumkin. Yo'q, erkak kishi yig'lamaydi. O'zimiz dostonlarimizda shundayda, erkakni mardlikka, yigitlarni bir kuch-quvvatga, vatanga sadoqatni o'rgatadi. Shuning uchun yig'lamaslik har narsa. Normal. U ham odam, u ham yig'laydi. Normal holat. Hammani oldida yig'lasa normal emas. Yig'loq bolalar yoqmaydimi? Da. Men o'ylayman, chunki men ham ba'zida yig'lab turaman. Haftada 2 marta yig'layman. Nimaga buncha ko'p? Endi ko'p emas. Bor anu g'uborlarim, charchoqlarim, anu odamsiz chiqadigan o'y-fikrlar bo'ladi, muammolar bo'ladi, o'shalar hammasini yechim bo'ladi-da. Singan paytda yig'laydi, lekin erkak kishi ayol kishiga o'zini yig'lagani hech qachon. O'zi asli erkak kishining yig'lashi ko'pchilik narsa nenormal holat bo'ladi, ya'ni odatiy holat hisoblanmaydi, lekin ko'pchilik erkaklar hammaning ichida emas, balki hech kim yo'q joylarda borib yig'lash yoqtiradi. Chunki bu yig'lash insonni qalban va ruhan tetiklaydi va tozalaydi. Erkak kishi yig'lashi normal, chunki erkak kishi yig'lagan paytda yil 2 oyda, 3 oyda bir marta yig'lab tursa, yoki 2 marta yig'lab tursa, yuragidagi beg'uborliklar, yuragidagi o'sha dard, alam, shunaqa narsalarni yig'i bilan chiqaradi erkak kishi. Yo'qmasa kimdir urib chiqaradi, menga o'xshagina kuchi yo'qlar yig'lab chiqaradi deydi. Yo'q, qizlar erkak kishi yig'lashi normal emas. Yig'lamaysizmi hech? Yo'q. Ba'zi holatlardagi bo'lib qolgan lekin yig'laganim. Lekin unday normal qizlar uchun yig'lamagan emas-da, u qolib ketgan, tashab ketganlar uchun. Oddiy masala uchun-da. Yo'q. Nimaga? Normal. Axir ular ham odam, ular ham yig'lashi kerak. Erkakning g'ururi bor albatta endi bunga nisbatan. Bo'p turadimi, hech kim yo'q joyda siqilib ketganingizda yig'lagan. Yig'lamayman lekin. Hech qachon. Yo'q, yig'lamaganman.